ming lira aka shundoq. Ana yegan mashinaga klient kelibdi, sotib yuboramizmi? Bozorda odamlar sovutib ketdi. Mana shu yoqqa siqini gaplashamiz. Hali oladimi yo'qmi u lagan? Aka shundoq boshqa bozorda oldiga kafega kirib, shu yerda gaplashib olamiz. Alo sevgilim, sen aytgan restoran keldim. Adela bilan suhbatlashishga. Adelaning ko'nglini olaman, to'yimiz bo'ladi. Adela qanaqa ko'rinishda o'zi? Ha, bo'ldi, ko'rdim. Yashil kurtkadamili? Assalomu alaykum. O'tar. Xullas, men dangal odamman. Mol sotsang ham aybini aytib sotgin ishga. Mol deysizmi? Orqasidan rosa solishga. Orqasidan? Ha, cho'chimi? Ha, oldi but-buti, plombalari bilan turibdi. Kim solgan orqasidan? Boyi bolasiga bergan edim. Bemehr, xo'llab uyimni tashab ketibdi. Unaqaligini bilmadim men, ololmayman. Yileskiliga qarama, zato rangi oppoqqina. Mayli, senga 10 mingga berib yuboraman. Qalin pulini topgandir. Qimmat-ku. Ha, puling yetmasa, kul yor. 200 ming so'm berganga ertadan kechgacha holi o'zing, xohlasang og'alaringga maza qilib millar. Qizingiz menga to'g'ri kelmadi. Uylanmayman. Alo, sen unaqa qizligini bilmadim. Nima deganingiz bu? Adam sizni yarim soatdan beri kutib o'tiribdilar. Mana yashil kurtkadagi odam bilan o'tiribman-ku. To'ppilari ham bor boshlarida. To'ppilari bormi? Qanaqa qiz, kim uylanmoqsan, jinni? Men senga mashina sotolmayman. Uzr akeli stolda adashibman. Aqalay sotiladigan mashina sizlardanmikan? Mashinani orqasidan rosa solingan.